Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Xudo xolasa Chustdagi obyektimizga kelganmiz. Bu yerda klassik eshiklarimizni qo'yib o'tganmiz. Juda ajoyib bola. Xudo xolasa juda oz qoldi o'tishiga. To'g'ri bitkazganlariga sizlarga fonga obzor beramiz. Uyimizda remonti ham juda ajoyib chiqdi. Bu yerga 10 ga yaqin eshik qo'yib o'tganmiz. Bu tomonlarda ham bor. Hammasini penalaganmiz. Hozir naborlari mashinaga qo'yamiz. Plyuslarni ham polni ko'taramiz. Hammasi tayyor. Plyuslarni tayyorlab olib kelamiz. Bo'ldi. Keyin sizlarga polni o'zimizga beramiz. Cho'ssa olmasida. O'tgan bu.